60 ming so'mdan tortib oldik. 5 kilodan skitkasi bor. Assalomu alaykum, Tillo go'sht mahsulotlarining mijozlari. Akamiz bizni internetda, Instagramda jala quduqdan ko'rardi ekan. Molimiz bor deydi. Oldik naq pulga. Mollarni ko'rsat. Hali negativlar arzon olib qo'yapti deganiga tortiblaylar oldik. Albatta bu hazil. Molimizni ko'rib baho beringlar. Aka naq pulga oldingmi? Ha, rost ekan. Aka, moldan biz baraka topaylik, puldan siz baraka toping aka. Alloh barakasini bersin. 60 ming so'mdan tortib oldik. 5 kilodan skitkasi bor. Yana bir gap, moliylar bo'lsa, har qancha bo'lsa olaveramiz. Prosta bizga yoqadigan, so'yadigan sergo'sh bo'lsa bo'ldi. Mol sotmoqchi bo'lsangiz, nomerimiz 90lik 757 1000. Mol sotgani, narx belgilagani emas, mol sotaman desanglar borib olgani shu nomerga telefon qila olasizlar.